yoki ingliz tili aralashib ketgan bo'lishi mumkin. Unaqa bo'lish kerak emas. Shunaqa sekin-sekin til chiqib ketadi. Aktivist juda ham foydali challenge boshlagan. Lekin bizni do'konimizdagi mebellar rus tili bilan shunchalik qorishib ketganki, hatto uni o'zbekchasini aytsam, sizga balki noqulaylik tug'dirishi ham mumkin. Agar unday bo'lmasa, videoni oxirigacha ko'ring va siz bilgan ko'p mebellarni o'zbekchasini bilib olasiz. Spalniy nabor. Yotoqxona to'plami. Tryumo. Ko'zgu javoni. Divan. Yotoq. Ikkita tumbasi esa tokcha, aniqrog'i yotoq tokchasi. Shkaf. Kiyim javoni. Uголок. Burchakli o'rindiq. Agar kreslo bo'lsa, qo'ltiqli o'rindiq bo'ladi. Bu avalniy stilda yasalgan penal komodimiz. Ya'ni yondalangan, silliqlangan uslubda yasalgan oynavand javonimiz. Stul, o'rindiq. Stol esa xontaxta. Tortma. G'aladon. Buni ruschasini o'zim ham bilmayman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'ying. O'zbekcha gapir challenge uchun maxsus.